Assalomu alaykum hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari. Xalq deputatlari tuman kengashining navbatdagi 17-sessiyasida 20 nafar deputatdan 15 nafari qatnashmoqda. 5 nafar deputat turli uzrli sabablarga ko'ra ishtirok etmayapti. Hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari, sessiyada tuman kengashi deputati bo'lmagan tuman hokimining o'rinbosarlari, tegishli tashkilot, korxona va muassasalar rahbarlari, siyosiy partiyalar rahbarlari, shuningdek ommaviy axborot vositalari vakillari qatnashmoqda. Sessiyani ochish to'g'risida kimda qanday taklif bor? Sessiya ishi ochilsin degan taklif tushmoqda. Shu taklifga qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiqlab berishingizni so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat, qaror qabul qilindi. Xalq deputatlari tuman kengashining navbatdagi 17-sessiyasini ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 17-moddasiga binoan sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. Sessiya kotibligiga 11-biologlar saylov okrugidan saylangan tuman kengashi deputati Hamidov Akbar Abidovichni saylash to'g'risida taklif bor. Boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa sessiya kotibi etib deputat Akbar Abidovichni saylansin degan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiqlab berishingizni so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, kun tartibidagi birinchi masala tuman mahalliy byudjetining 2025-yil 3-chorak yakuni bo'yicha qo'shimcha mablag' hisobidan mablag' ajratish to'g'risida. Kun tartibidagi ikkinchi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha belgilangan ustuvor vazifalar ijrosini samarali tashkil etishiga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi P71-sonli farmon ijrosini ta'minlash maqsadida byudjet mablag'laridan maqsadli foydalanish borasida korrupsion holatlarni o'rganish natijalari to'g'risida axborot beruvchi tuman moliya va iqtisodiyot bo'limi boshlig'i o'rinbosari Bobomurotov Jasur Muxtorovich. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha belgilangan ustuvor vazifalar ijrosini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 71-sonli farmon ijrosini ta'minlash maqsadida byudjet mablag'lari maqsadli foydalanish doirasida korrupsion holatlarning oldini olish bo'yicha maktabgacha ta'lim bo'limi hamda kambag'allikni qisqartirish bandlik bo'limi, barkamol avlod bolalar maktabi, tuman obodonlashtirish boshqarmasi hamda tuman veterinariya bo'limida tanlama asosida o'rganish o'tkazildi. Jumladan bu tashkilotlarda quyidagi xato kamchiliklar aniqlandi. Tumandagi maktabgacha ta'lim maktab bo'limiga qarashli 13-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotini rag'batlantirish fondi hisobidan 1 million so'm rag'batlantirish to'lovlari ortiqcha hisob-kitob qilingan. Bu esa davlat mablag'larini talon-taroj qilinishiga sabab bo'ladi. Tuman kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limi tomonidan kambag'allikni qisqartirish xodimlari o'sha bandlik bo'limi xodimlarini o'sha buyruq rasmiylashtirilmasdan tashkilot xodimlariga rag'batlantirish to'lovlari to'langan. Tuman maktabgacha maktab ta'lim bo'limiga qarashli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining 2025-yil uchun oziq-ovqat mahsulotlariga ajratilgan byudjet mablag'lari hisobidan mablag'larning maqsadli va samarali ishlatilishi o'rganilganda jami 74 million so'mlik 74,9 million so'mlik xato kamchiliklar aniqlandi hamda tegishli huquqni muhofaza qilish organlariga o'tkazildi. Shuningdek, tuman obodonlashtirish boshqarmasida 27,4 million so'mlik ish haqiga tenglashtirilgan to'lovlar ortiqcha hisoblanib, o'rganish davomida aniqlandi. Tuman veterinariya va chorvachilik rivojlantirish bo'limi tomonidan 4 davlatda 8,4 million so'mlik xodimlarga ortiqcha ish haqi unga tenglashtirilgan to'lovlar to'langan. Bundan tashqari hozir kecha kunduzda o'sha veterinariya chorvachilik bo'limiga o'rganish o'tkazilyapti. Ya'ni dori vositalarini sarflanish yuzasidan. Bunda 7200 dozalik 608 million so'mlik vaksina joyda yo'qligi aniqlandi. Hozir bu yo'nalish bo'yicha prokuratura departament birgalikda bu sohani o'rganyapmiz. Bu oxiriga yetgan yo'q, hozirgacha chiqqan ma'lumot. Xulosa shuki, har bir davlat byudjetidan ajratilayotgan mablag'larni maqsad va
samarali ishlatish har birimizning burchimiz hisoblanadi. Tuman mahalla byudjetining 3-oyrak yakuni bo'yicha qo'shimcha mablag'larni quyidagi yo'nalishlarga ajratilishi ko'zda tutilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 50-72-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida tashabbusli byudjet jamg'armasiga 308 million so'm, tuman hokimligining ijro qaror hamda veb-sayt platformasi hamda telefon xizmat xarajatlariga 26 million 500 ming so'm, tuman hokimligining kommunal xizmat xarajatlariga 63 million 400 ming so'm, tuman hokimligining qo'riqlash, ya'ni tashvish tugmasi mavjud 21 million 300 ming so'm, yoqilg'i moylash xarajatlariga 30 million so'mlik 30 million so'm. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 430-sonli qaror ijrosini ta'minlash uchun tuman markaz hududidagi 73 gektarga kengaytirish tarzi nazarda tutilgan master rejani ishlab chiqish xarajatlariga 121 million so'm. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining keksa avlod vakillarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda ularning ijtimoiy faolligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 92-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida 14 ta keksa maslahat guruhlarini rag'batlantirish xarajatlariga 3-oyrak yakuni bo'yicha 11 million 652 ming so'm. Kambag'allikdan fuqarolik sari dasturini amalga oshirish bilan bog'liq xarajatlarga 88 million 305 ming so'm. Tuman obodonlashtirish boshqarmasiga Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ko'chat xarid qilish xarajatlariga 100 million so'm. Tuman tibbiyot birlashmasiga moddiy texnika bazasi hamda oilaviy poliklinikalarning moddiy texnika bazasini mustahkamlash uchun o'rindiqlar xarid qilish uchun 100 million so'm. Tuman kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limi tashkilot balansida mavjud avtotransport vositalariga ehtiyot qismlar xarid qilish va ta'mirlash xarajatlariga 12 million so'm. O'sha qo'riqlash xarajatlariga 7 million 500 ming so'm. Tuman axborot kutubxona markazi axborot o'sha kommunal to'lovlar xarajatlariga 15 million so'm. Tuman maktab ta'lim bo'limiga Jasorat maktabini tashkil etish maqsadida 140 million so'm mablag' ajratilishi ko'zda tutilmoqda. Insonli o'rta ta'lim maktabi rus tili o'qituvchisiga ijara to'lovi uchun 18 million so'm mablag' ajratilishi ko'zda tutilmoqda. Kun tartibidagi masala yuzasidan so'zga chiquvchilar bo'lmasa, qaror loyihalari qo'llaringizga tarqatilgan loyihasi qaror qabul qilish uchun ovozga qo'yaman. Rozilar, qarshilar, taraflar yo'q. Rahmat. Qaror qabul qilindi. Kun tartibidagi 3-masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 15-maydagi 2025-2030-yillarda bolalar saratoniga qarshi kurashish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi milliy strategiyasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 186-sonli qaror ijrosi hamda tuman tibbiyot birlashmasi tomonidan 2025-yilning o'tgan davri davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida hisobot beruvchi Uchquduq tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i Norqulov Maqsud Mustafoyevich. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar. Birinchi masala yuzasidan Navoiy viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi tasarrufidagi Uchquduq tuman tibbiyot birlashmasini va uning tarkibida 7 ta oilaviy shifokorlik punkti, 1 ta oilaviy poliklinika, 1 ta ko'p tarmoqli markaziy poliklinika faoliyat yuritib kelmoqda. Shundan bitta hududiy salomatlik markazi reabilitatsiya qismi mavjud. Tumanda 18-40 yoshgacha yoshdagi aholini profilaktik ko'rikdan o'tkazish bo'yicha 2025-yil tarmoq reja tasdiqlanib, 15316 nafar aholi profilaktik ko'rikdan o'tish rejalashtirilgan. Bugungi kunda holatlarda 12869 nafar aholi ko'rikdan o'tkazilgan. Tarmoq reja asosida joriy yilda 10 oy davomida 12819 nafar fuqaro profilaktik ko'riklardan o'tkazilib, shundan bir nafar birinchi guruhi 10285 nafar, ikkinchi guruh 1918 nafar, uchinchi guruh xalq guruhlari 602 nafar, to'rtinchi xalq guruhlari 14 nafar fuqarolar kiritilgan. Tarmoq reja asosida joriy yilda 10 oyda 8987 nafar fuqarolar tibbiy skriningdan o'tkazilishi, endokrin kasalliklar bo'yicha 62 nafar fuqaro qandli diabet kasallik bilan dispanser nazoratga olingan. 103 nafar bemor ambulatoriya statsionar sharoitda sog'lomlashtirildi. Bolalarni
salomatligini yaxshilash, turli xil kasalliklar bilan kasallanishdan oldin olish va profilaktika uchun 3-23 oylikda bolalarga vitamin, minerallar, mikronutrit vositasi tarqatilib, ozuqasi bilan oziqlantirdi va 1000 nafar bola bu bilan qamrab olingan. Ikkinchi masala yuzasidan tuman tub davomi markaziy poliklinikada hozirgi kunda 35 nafar bemor ro'yxatda turadi. 2023-yil davomida 10 nafar bemor birlamchi nazoratga olingan. Shulardan 1 nafar bemor bachadon bo'yin saratoni bilan, birinchi kasallik bosqichida 5 nafar bemor noxodijli limfa angiomasi, bosh miya saratoni, jigar saratoni, sut bezi saratoni va uning tamom pastki jag saratoni bilan ikkinchi kasallik bosqichida 2 nafar bemor uning tomoni pastki jag saratoni va qizil o'ngach saratoni bilan 3-kasallikning 3-bosqichida 2 nafar bemor chap son fibrosarkomasi va miya saratoni bilan 4-kasallik bosqichida aniqlangan. Yotoq holatlarda bor bemorlarimiz yo'q tumanda. Ushbu 10 nafar bemor birlamchi nazoratga olingan bemorlar ichida erkaklardan 4 ta, ayollar 6 ta, bolalar 1 nafar. 2 yoshgacha hozir bola 2 yoshgacha bolamiz hozirgi kunda ximiyoterapiya kursini davom ettirmoqda. Ushbu bemorlar 7 nafar operatsiya muolajalarini olib, hozirgi kunda ximiyoterapiya oladi. 3 nafar bemorimiz faqat operatsiya qilinmaydi, ximiyoterapiya davom muolajalari olinmoqda. Savollar bormi, Arzachi? Marhamat. Rahmat ma'lumotlar uchun. Bolalar saratoni yana eng katta xavf bizlar uchun. Lekin bilamizki, o'sha tuman tibbiyotida bu onkolog vrachlarimiz yetarlimi? Bu bolalar mana 35 nafar ayolimizda saratonni borligi keyingi bosqichdan davom etishi. Chunki o'sha homiladorlik paytida birinchi beriladigan savol sizda avvalgi avlodingizda yo onangizda yo otangizda yaqin qarindoshlaringizda onkolik kasalliklar bormi degan savol bo'ladi. Demak, bu 35 ta yana oilani xavf ostiga qo'yadi. To'g'ri savol berdingiz. Haqiqatan bolalar onkologi mutaxassislar bizda unda ehtiyoj bor. Bolalar onkologi yo'q, hozirgi kunda bitta onkoxirurgimiz bor, mavjud tuman tibbiyot birlashmasi bo'yicha. Bolalar onkologiyasi yo'q, lekin uni oldini olish bo'yicha asosan o'zimiz oila shifokorlarini targ'ibotini qiladi. Dorilarni vaqtida boshqasini nazoratga tutilgan, lekin aynan o'sha soha bo'yicha mutaxassisimiz yetishmayapti. Shu yerda men taklifim bor edi. Marhamat. Mana shu hozir og'ir kasalliklardan, o'sha onkologiya kasalligi bo'yicha doktorimiz yo'q deyapti. Mana misol hozir 3-maktabga maxsus nomlarni olib kelib, nimalarni to'lab beryapmiz-da, shogirdlar. Shunday qilib bir nima qilsak-da, bironta onkologni bir imtiyoz bilan mutaxassis bo'lib olib kelib, ikkita imkoniyatni qilsak bo'lmaydimi? Chunki uncha odam cho'liqqa kiygisi kelmaydi, uzoqlikni hisob qiladi, boshqa qiladi. Lekin qanday bir imtiyoz bersak, e'lon bersak, bo'lmasa nima qiladi? Bu bo'yicha endi davlatimiz rahbarimiz tomonidan o'z imtiyozlar qo'llangan, uzoq hududlarga borib ishlash bo'yicha, jamoalarga ustama pullar qo'llanish bo'yicha 2 million qo'shimcha anavlari hamma sharoitlarni yaratib berish bo'yicha qilingan, lekin hozirgi kunda ba'zi bu mutaxassis respublika bo'yicha yetarli darajada emas. Endi birlamchi bo'g'in, biz birlamchi bo'g'inga kiramiz, tibbiyot birlamchi bo'g'in. Bular ham tibbiyot birlashmasi ham mesanchaslar birlamchi bo'g'in. Birlamchi bo'g'inda shtat birliklarida bolalar gematologi, bolalar onkologi ko'rsatilmagan. Bizning tibbiyot shtat birligi 1994-yil ko'rib chiqilgan. Aholi o'sib boryapti. Shtatlarni bermaydi. Bolalar gematologiyasi ham onkologiyasi umuman nazarda tutilmaydi. Mana bu maqsud etgan 186-qarorning mohiyati hozir mana prezident belgilab bergan markazdan qochish prinsipiga nima qiladi-da? Hozir respublika milliy markazlari, ilmiy amaliy markazlaridan viloyatlarga ko'chirish o'sha sohalarni yo'nalishlarni. Yaqinda mana shu qarorning ijrosi bo'yicha viloyat ko'p tarmoqli bolalar markazida onkologiya o'rinlari, gematologiya o'rinlari yaratiladi. Hozir ham bor. Endi to'liq bo'lim emas. Nimada emasda, to'liq bo'lim emas. Bolalar bo'limini 2-3 ta karavotini beradi. Bu kelajakda mana 30-yilgacha viloyatda onkologiya, onkogematologiya bolalar ixtisoslashgan bo'limlar ochiladi. Keyin u kelajakda tuman tibbiyot birlashmalariga o'sha nima chetga chiqib ketaveradi, sekin keladi. Maqsad o'sha bemor bolani sarson qilmaslik. Hozir ham sarson bo'lmaydi mana viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasini bularning orderlari bilan respublikani biz xohlagan bo'limiga yo'llanma beramiz.
Bularni bolalarda masala bo'lmaydi, bizdan bolalarga. Onkologiya bo'lsa onkologiya qabul qiladi, milliy markaz ham qabul qiladi. Endi uni har bir o'zini viloyatga chiqib ketadi, mana 1-2 yil ichida. Bu lekin bizlar markazlashgan holatda u. birlamchi bo'g'imda bu kelajak ko'rsatadi. Agar lozim bo'lsa ochib beradi, dash davom etsa. Haligi mutaxassislar bo'yicha ikkinchi masalasi bularda ham bitta umumiy onkolog bor. Bizda ham umumiy onkolog bor. Yana bizning onkologimiz onkomammolik hisoblanadi. Onkolog mammolik. Uni bu onkokirurgiya, bu ham yomon emas. Bizning sharoitda bor, yo'q emas. Lekin bizda tumanda bitta mutaxassis yoki ikkita mutaxassis kerak, gematologiya yo'nalishi. Savollar bo'lmaydigan bo'lsa, qaror qabul qilish uchun qaror loyihasi tarqatilgan qo'llaringizga qaror qabul qilish uchun ovozga qo'yaman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat, qaror qabul qilindi. Kun tartibidagi 4-masala. Tuman inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan 2025-yilning o'tgan davri davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida hisobot beruvchi Uchquduq tuman inson ijtimoiy xizmatlar markazi rahbari Xudoyqulov Umar Xolmamatovga marhamat. 2025-yilda Uchquduq tuman inson ijtimoiy xizmatlari markazi tomonidan amalga oshirilgan ishlar bo'yicha qisqacha hisobot o'taman. Bugungi kunda Uchquduq tumanimizda 40 mingga yaqin aholimiz istiqomat qiladi va bu esa 12300 ta oila degani. Bu fuqarolarimiz ichida 1432 ta ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarimiz mavjud. Bu ushbu shaxslarimizga ko'rsatilayotgan xizmatlar bo'yicha markaz tomonidan jami 11 oyda 3029 ta ijtimoiy xizmat va yordamlar ko'rsatildi. Ushbu xizmatlar ichini tahlil qilganimizda 128 ta bolalar nafaqasi va moddiy yordamlar tayinlab berildi. 108 ta adaptiv sport va ijtimoiy maishiy xizmatlarga jalb qilish yuzasidan xizmatlar ko'rsatildi. 1241 ta nogironligi bo'lgan shaxslarga ko'rsatiladigan xizmatlar ko'rsatildi. 44 ta tumanimizda vasiylik va homiylik yuzasidan xizmatlar ko'rsatildi. 79 ta psixologik xizmatlarimiz ko'rsatildi. O'zimizning shaxsiy psixologimiz, markaz psixolog tomonidan. 397 ta huquqiy xizmatlarimiz ham, yuristimiz ham bor, huquqiy xizmatlar ham ko'rsatildi. Markaz tomonidan. Mahallada ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchi xodimlar tomonidan og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan fuqarolarga 604 ta kes ochildi. Kes menejment usulida yordam ko'rsatish tariqasida. Shundan qariyb 80%, ya'ni 453 ta kesda belgilangan tartibda chora tadbirlar rejasi ijrosi ta'minlangan. Bugungi kunda monitoring qilib boriladigan va davom etadigan keslarimiz 151 dan tashkil qilinyapti. Bu bo'yicha xizmatlar amalga oshirib kelinmoqda. Kam ta'minlangan oilalar bilan ishlash yo'nalishida bugungi kunda tumanimizda jami bolalar nafaqasi oladigan 112 ta va moddiy yordam oluvchilar 8 ta, jami 125 ta bolalar nafaqasi va moddiy yordam oluvchilar tashkil qiladi. Mahallada kompleks xizmat ko'rsatish ijtimoiy xodimlar tomonidan 2025-yil 11 oy davomida bolalar nafaqasi bo'yicha 842 ta arizalar qabul qilingan. Shundan 30 tasi o'rganish asosida davlatnoma tuzilib, belgilangan tartibga to'g'ri kelmaganligi sababli to'xtatilgan. Yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan hamda to'liq bo'lmagan oilalar bilan ishlash bo'yicha bizda hozir vasiy va homiylik tayinlangan yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan hamda ota-onasi uzoq vaqt chet davlatga chiqib ketgan, voyaga yetmagan 44 nafar farzandlarimiz bor. Bular bo'yicha shu yillik hisobiga 13 nafarini bizlar homiylik va vasiylik tayinlab berdik. 44 nafarning ichidan 20 tasi vasiylik va 24 tasi homiylik hisoblanadi. Yuqorida ko'rsatilgan yetim va ota qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar hamda onasi uzoq vaqt chet davlatga chiqib ketgan 38 ta voyaga yetmaganlarni monitoring qilish ish rejasi asosida tashkil qilingan bo'lib, hozirgi kunda 38 ta nafarni yashash sharoiti, ijtimoiylashuvi, qiziqishlari o'rganish yuzasidan monitoring o'tkazildi. Tumanimizda yana Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 27-noyabrda nogironligi bo'lgan bolalar uchun kunduzgi parvarish xizmatlarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 126-sonli qarorning ijrosini ta'minlash yuzasidan tumanda davlat sherikchilik loyihasi amalga oshirish manfaatdor bo'lgan yakka tadbirkor tomonidan tashkil qilingan, hozirda faoliyat yurib kelmoqda. Kunduzgi parvarishimiz esa 10 nafar bolamiz aniqlangan. Shundan 9 nafari
PPK komissiyasi, ya'ni psixologik tibbiy pedagogik komissiyasidan xulosa olib, uning ichidan 3 nafari og'ir darajali aqliy zaiflik F72 tashxisi bilan, 3 nafari chuqur darajali aqliy zaiflik F73 tashxisi bilan, yana 3 nafar bola o'rta aqliy darajali F71 tashxisi bilan va yana hozir bir nafarni bizlar komissiyaga jo'natganmiz, komissiya bo'lish bilan uni ham yana joylashtiramiz. Kunduzgi parvarish tashkil qilganmiz, shuni qazaych. Buni 3-maktab tarqasidagi Donda birinchi etajda joylashtirgandik. 2 xonali hovliga. Yerda endi alohida yondashuv bilan har bitta bolaga 9 ta bolani alohida tadqiq qilinyapti. Masalan, kimgadir massaj kerak, kimgadir даже nima boshqacha bir usullar bilan o'zini moslamalari bor, oyoqlarini yorib. Shunday bolalar bor, men ko'rdim, 24 soat ichida umuman uxlamaydigan bolalar keldi. 2 soat, 3 soat uxlagan, qolgan payti yuzida aylanuragan. Ana shu bola hozir oqshomini uxlab, otamazning yig'lashini ko'rsaydi, xursand bo'ladi. Uni yana 2 ta bolasi bor ekan. U aytadi, men bu bolaga og'rib deydi, umuman band bo'lganman deydi, bu 2 ta bolam endi taniyapman deydi, endi bilayman. Undan tashqari, tumanimizda ilk rivojlanish markazi ochilgan. Markaz faoliyat yurityapti. Hozir 30 nafar bolalarni qamrab olganmiz. U 4 soatlik, ya'ni yarim kunlik bu degan kambag'al reyestrda turgan oilalarni bog'chaga ochirib qo'ygan, lekin hali kelmagan o'sha bolalarni qamrovini olganmiz. Hisobotim shu, savollar bo'lsa marhamat. Ma'ruzachiga savollar bormi? Savollar bo'ladigan bo'lsa marhamat. Savollar bo'lmaydigan bo'lsa, kun tartibidagi masala yuzasidan qaror loyihasi qo'llaringizga tarqatilgan. Qaror qabul qilish uchun ovozga qo'yaman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat, qaror qabul qilindi. Kun tartibidagi keyingi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoqilg'i energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish va behuda sarflanishining oldini olish hamda energiya samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni takomillashtirish to'g'risidagi 133-sonli qarori ijrosi to'g'risida hisobot beruvchi tuman elektr tarmoqlari korxonasi boshlig'i Abdukarim Mo'llabek Saxiyevichga marhamat. Hurmatli deputatlar, Shunqo'zlash sessiya ishtirokchilari, endi hozirgi aytib o'tgan 130-sonli qaror bo'yicha tuman elektr ta'minoti korxonasi hamda hozir Shunqo'zlash xabarimizda energiya savdo bo'limi ochilgan bizda, energiya savdo bo'limi. Endi bunda qolsa 130-qarorga energiya savdo bo'limining xodimlari bilan birgalikda ishlarni amalga oshirib kelyapmiz. Ya'ni birlikda bir ma'lumotlar sizga kiritgan ma'lum ko'rib turibman. Joriy yil davomida tuman elektr energiyasidan noqonuniy foydalanilgan 47 ta aholi va ulgurishli iste'molchilar aniqlangan. Ushbu iste'molchilarning bugungi kunda 515 million 320 ming so'm yetkazilgan zarar undirildi. Shu bilan bir qatorda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2023-8-aprelda 205-sonli qarorining ijrosi bo'yicha iqtisod qilish rejamiz belgilangan, ya'ni bir yilda 2 million 315 ming kilovatt-soat elektr energiyani iste'mol qilishimiz kerak. Bugungi kungacha, ya'ni 10 oylik iste'moldan iqtisod qilganimiz 2 million 143 ming kilovatt-soat bo'lib turibdi. Bu esa yillik rejaga nisbatan 92,6%ga bajarish ta'minlandi. Bu yerda Maxborot resurslar markazidan yoshlar markazi yana bir ikkita tashkilotlar bo'lish kerak. Sport maktabi. Mana shularga endi baribir asosiy iste'molchi sizsiz. Shuning uchun ulardan elektr energiyadan oqilona paylar tejab ishlatishi bo'yicha ishlarni olib borish kerak. Mana shu noyabr oyida 10 gradusdan pastga tushgan yo'qda, shu bazda ishlayman. Temperaturada ob-havo. Lekin shu 10 gradusdan tushmasa, konditsioner ishlatib qo'yayotgan xodimlar kabinetlar borda. Shunga juda e'tibor qaratmasa, buni iqtisod rejamiz bajarilyapti, lekin nisbatan yaxshi o'tgan yillarga nisbatan baribir tendensiya yaxshi tomonga o'zgaryapti. Lekin baribir bu endi davom etib ketaveradi. Shu paytda shu tuman tashkilotlar, tuman elita she'rda o'tiribdi. Hamma tashkilot korxonalar shu nimada ishlashimiz kerak deb o'ylayman. Tumanimizda quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha 2025-yil reja qo'yilganimizga 0.9 megawatt quyosh panellari qo'yishimiz kerak, lekin bugungi kunda qariyb 2 barobar, ya'ni 1.9 megawatt quyosh paneli o'rnatilib, rejaga nisbatan 194% ga bajarildi.
Qisqacha ma'lumot uchun savollar bo'lsa bersangiz. Savollar bormi ma'ruzachiga? Marhamat. Qarorda barcha ko'rsatildi shu kam ta'minlangan ehtiyojmand oilalarga. Bizani o'sha ovul hududlarimiz o'sha qish mavsumida gazlashtirilmagan. Shular uchun qanaqadir bir imtiyoz bo'ladi bizning ovullarimizda? Kam ta'minlangan oilalarga men hozir Umar Hammatovgan savol bermoqchi edim. 1 million so'mdan qishda o'tkazish uchun 1 million so'mdan qo'shimcha kommunal to'lovlarga yordamga nima berilgan? Size 1 million bo'yicha mana bolalar reyestri va kambag'al reyestrida turgan, undan tashqari yana daromadi 2 barobar mana nima me'yordan 2 barobardan oshmagan fuqarolarimizni 40%ga, ya'ni umumiy bolalar bilan kambag'al oilalarga sonini 40% dan oshmagan qismini qilib berdik. 297 ta fuqaromizga 1 milliondan to'lab berildi. O'sha kam ta'minlangan ehtiyojmand aholiga, hammaga emas. Hammasiga 100% to'lab berildi. Plastiga borga o'sha bolalar pul ekan o'ziga tashlab berildi. Plastik ochilmaganlar mana qo'shimcha 40% ni naqd tariqasida Xalq banki tarqatdi. Qo'shimcha qilaman, kompensatsiya nimamiz bor. Bu kompensatsiya nimasi qoplab berish, ya'ni me'yor bor, 200 kilovat me'yor, 200 kilovat me'yor o'sha arzon narxda, keyin qo'shimcha yana 150 kilovat nimamiz bor, u oshgan qismini kompensatsiya qilib beradi, oyma-oy tushadi. Fuqaro birinchi to'laydi, ko'tarilib o'sha qancha ishlatsa. Limitdan tashqari farqi bor-ku, misol uchun limit necha pul olib boramiz? 600 so'm. O'sha o'rtada 600 so'm o'rtada razitsani oyma-oy uni plastikiga, nafaqa oladigan plastikiga tashlab boradi. Misol 2000 razitsa qilsa 2000 ko'chirib beradi. 100 ming razitsa qilsa 100 ming ko'chirib beradi. Savollar bormi yana? Rahmat. Savollar bo'lmaydigan bo'lsa, qaror qabul qilish uchun mavzu yuzasidan loyiha formasiga kiritilgan qaror qabul qilish uchun ovozga qo'yaman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Qaror qabul qilindi. Kun tartibidagi keyingi masala Uchquduq tuman gaz ta'minoti bo'limi tomonidan 2025-yilning o'tgan davri davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida hisobot beruvchi Uchquduq tuman gaz korxonasi rahbari Mo'minov Zulfiqor Zavfidinovich. Marhamat. Tumanda jami 9749 ta suyultirilgan gaz iste'molchilari bor. Shundan 12 ta ijtimoiy soha obyektlari mavjud. Gaz yo'llar qurilmalari orqali o'qma gaz sifatida yetkazib beriladigan iste'molchilar, ya'ni bu shahar hisoblanadi, 6713 dan tashkil qiladi. Bu gaz yo'llar orqali foydalanuvchi aholi. Ushbu xonadonlarda har oy tuman hokimligi keyin ovullar 2900 qurishdi. Bu xonadonlarga suyultirilgan gaz yetkazib berish davriyligi 46 yillik kunida hozirgi kunda raqamlashtirish bo'lgandan keyin 30-40 kungacha qisqartirildi. Ya'ni 30-40 kungacha yetkazib beramiz. Ushbu qarorga asoslanib, ovul hududlarida yashovchi aholi iste'molchilar oralig'ida 35-40 kun oralig'ida balki qulaylik turmush sharoitini yaxshilash, 30-35 kun oralig'ida suyultirilgan gaz ballonlari kechiktirilmasdan o'z vaqtida yetkazib berilibdi. Hozirgi kunda suyultirilgan gaz ballonlaridan foydalanuvchi aholi iste'molchilar avtomatlashtirilgan E-gaz dasturi o'tkazilib, aholi iste'molchilarga yetkazib berilgan suyultirilgan uglevorod gazi maxsus ID karta orqali to'lovlar amalga oshirib berilmoqda. Aholiga yetkazib beriladigan gaz ballonlarining umumiy og'irligi 43 kg bo'lib, shundan 23 kilosi gaz balloni o'sha tarasining og'irligi, 20 kg suyultirilgan gazning og'irligi hisoblanadi. Har bitta o'sha Isuzu avtomashinamizga tarozisi bor. Aholining o'zi har doim o'lchab ana qilishga huquqi bor. Bu narsaning nazorati korrupsiya o'zimizda ham korrupsiya odeli bor. O'sha korrupsiya odeli orqali kunlik chiqadigan gaz ballonni tarozisini tekshirib, keyin kamera orqali o'tkazgandan keyin tarqatishga ruxsat beriladi. 2025-yil iyun amalga oshirilgan ishlar bo'yicha yana shahar markazidan joylashgan olis ovul hududlarida suyultirilgan gaz ballonlaridan foydalanuvchi 2946 ta iste'molchilarga 1-noyabr holatiga 330 tonna 460 kg reja belgilangan edi. Iste'molchilar ehtiyojidan kelib chiqib, 10 oy davomida 369 tonna 420 kg suyultirilgan gaz ballonlari tuman hokimligi bilan tasdiqlangan reja grafik asosida suyultirilgan gaz 30-35 kun oralig'ida gaz balloni iste'molchilarga o'z vaqtida yetkazib berildi. Reja 112% ga bajarildi. Savollar bormi ma'ruzachiga? Mana hozir FSID bo'yicha nima qilyapti deysiz-ku, bu korrupsiyani oldini olish uchun. Lekin mana biz o'sha 24-yotoqxonaga borganimizda shunday holatlar bo'ldiki, xo'p, yo'lchilarning hisobidan
olyapti-da, nimani, lekin taqiqlangan joyda ruxsat berilmagan nimada yotoqxonada ishlatyapti. Uni qanday nazorat qilyapsizlar? Mana yo'lchilarda propiskada turibdi, yo'lchilarda olyapti, xo'p, mayli, Face ID bilan olsin. Lekin u olib kelib nimada ishlatyapti-ku? Yotoqxonada yashaydi, doim yashaydi. Yotoqxonaga qo'yib ishlatyapti. Uni qanday tartibga olyapsizlar sizlar? Bu 7-noyabrdan to'liq ishga tushdi. Shu vaziyatda endi u masala to'g'ri birgalikda bo'lib ko'rdik uni. Fuqaroni aniqladik. Endi sal Face ID ishga tushmagandi. Mana 7-noyabrdan to'liq 100% ishga tushgan. Yo'q, ana Face ID bilan u yo'lchilarda olishi mumkin-ku. Yo'lchilarda nima balon tarqatilganda oladi, u Face ID bilan o'zi oladi. Lekin faktik skurda yashamay kelib olib keladi. Uni qanday nazorat qilasizlar sizlar? Uni ham nazoratini qilamiz. Shuning uchun mana o'sha tarqatadigan mas'ullari mas'uliyatini oshirish kerak bu yerda. U haqiqatda o'sha xonadonda baribir o'sha qaysidir xonadonga kirib kutib o'tirmaydi-ku bu sizlarning gaz tarqatishlaring, to'g'rimi? Borib olib ketadi. Bu o'shanaqa holatlarda ham aniqlik kiritib olishimiz kerak-da. O'zi yashamaydigan xonadonga Face ID bo'lgan bilan gaz balon berib ketsangiz, ana bu yerda taqiqlangan joylarda ishlatish holati uchraydi. Yana ma'lumotlar qarasa, shu 2026-yil 1-yanvar holatiga o'sha Isuzu gaz balon tarqalgan mashinga 360 analik kamera qo'yiladi. Ya'ni o'sha mashinada kelgan odamga gaz balon berilmaydi. Har bitta xonadonni uy nomeri bo'yicha yordam berish kerak. Endi o'sha ham kiritish kerak nazorat. Kamera qo'yilgandan keyin to'liq xuddi siz aytgan narsa bo'ladi. Shu yerda bu respublika bo'yicha shu 2026-yil yanvar oyidan to'liq kamera tarqatilgandan keyin bunaqa masalalar bo'lmaydi. Savollar bo'lmaydigan bo'lsa, ma'ruza yuzasidan loyiha qo'llaringizga tarqatilgan qaror qabul qilish uchun ovozga qo'yaman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Qaror qabul qilindi. Sessiya kun tartibidagi asosiy masalalar ko'rib chiqildi. Endi boshqa masalalarni ko'rib chiqishga o'tamiz. Kun tartibidagi boshqa masala. Uchquduq tuman hokimligi huzuridagi infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'larini yo'naltirish to'g'risida axborot beruvchi Inson ijtimoiy xizmatlar markazi tuman bo'lim boshlig'i Umar Hurmatovich. Marhamat. Hurmatli deputatlar, mana nimada mahallalarda 12 ta ijtimoiy xodimimiz faoliyat yuritadi. Ular faoliyat yuritishni boshlaganda planshet olib berilgan qo'llariga har bittasiga. U qator noqulayliklar tug'diryapti. Mana so'rovnoma o'tkazishda ham ko'p programmalarga tushmay hozir yangi nimalarga noqulaylik tug'diryapti. Shuning uchun prezidentimizni va ijtimoiy masalalar bo'yicha maslahatchisi bor, Alloh rahmat taniydi. Shu ulardan xat kelgan, bizlar rahbarimizdan xat kelgan, o'sha jamg'armadan har bitta ijtimoiy xodimga bittadan zamonaviy kompyuter masalasida olib berish masalasi bo'yicha. Shuning uchun taklif berganimiz 12 ta ijtimoiy xodimimizga notebook masalasi. Kompyuter olib bermaylik, chunki ko'cha nimada ham xohlanchilik so'rovnoma qilish uchun, o'ziga qulay bo'lishi uchun notebook masalasida taklif berganmiz. Agar qo'llab bersalaringiz, bu ishimiz bilan mahalladagi ijtimoiy xizmatlar va yordamlarni sifatini yaxshilanishga xizmat qiladi. Savollar bormi? Savollar bo'lmaydigan bo'lsa, ma'ruza yuzasidan nima qaror loyihasi qo'llaringizga tarqatilgan. Qaror qabul qilish uchun ovozga qo'yaman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat, qaror qabul qilindi. Sessiya kun tartibiga kiritilgan barcha masalalar ko'rib chiqildi. Sessiyani olib borish yuzasidan kimda qanday taklif bor? Rahmat. Shuning bilan Xalq deputatlar tuman kengashining navbatdagi 17-sessiyasi ishini yopiq deb e'lon qilaman. Rahmat, sog' salomat bo'ling.